Salom berdik do'stlarim. Sizlar bilan professor Moriarty. Bugun zamonaviy karterlar, qanaqa qilib milliardlab dollarlarni yuvish haqida gaplashamiz. Gidra buni qanday qiladi va boshqalarchi. Judayam qiziq bo'ladi. Bunaqa kontentni hech qayerdan topolmaysiz. Eslatib o'taman, videoda ko'rsatilganlarni hammasi badiiy to'qima. Real hayotga hech qanaqa aloqasi yo'q. Xuddi kino ko'rgandek, bir bokal yaxshi vino bilan tomosha qiling. Pul yuvish uchun nimalar kerak? Yaqinda yashirin biznesda o'zini qanaqa qilib xavfsiz saqlash mumkinligini gaplashdik. Sizga organ xodimlariga topshirmaydigan davlatni tanlash kerakligini o'rgatdik. Lekin tushunishingiz kerakki, shunaqangi davlatni tanlab joylashib olib, behisob daromadlaringizga hisob bera olishingiz, tushuntirib bera olishingiz va sizni nolegal ishlarga aralashtirmasligi kerak. Afsonalarga ko'ra pul yuvish atamasi 20-asrning boshlarida, ya'ni 100 yil avval paydo bo'lgan. AQShdagi Italiya mafiyasi daromadlarini legallashtirish uchun kir yuvish xonalarini ommaviy ravishda sotib ola boshlaydi. Lekin bu joyda sizga afsona aytib berish uchun o'tirganim yo'q. Keling, realroq narsalarga o'tamiz. Jinoyatchilarning qo'lidagi pullar manzil oxiriga, kartel egasining karmoniga yetib kelguncha qiyin yo'llarni bosib o'tadi. Pul yuvishning zamonaviy usullaridan 3 bosqichi mavjud. Birinchisi bu joylashtirish. Qing'ir yo'llar bilan topilgan pullarni qonuniy moliyaviy tizimga shunaqangi olib kirish kerakki, keyinchalik hech kimda savol ham, g'alati operatsiyalarni tekshirish ishtiyoqi ham tug'ilmasin. Bunga erishish uchun umumiy summani ko'plab kichkina bank operatsiyalarini umumiy tizimda ko'zga tashlanmaydigan qismlarga bo'lish orqali erishiladi. Professional bankirlar guruhida bu jarayonni smurfing deb atashadi. Tarixan smurflar atamasi ortiqcha e'tibor jalb qilmaslik uchun har xil lokatsiyalarga kam miqdorda narkotik sotib olish uchun boradigan oddiy metafimanchi bolalar guruhiga nisbatan ishlatilgan. Keyinchalik bu atama pul yuvish bilan shug'ullanadiganlar orasiga tarqalib ketdi. Ikkinchisi, ustma ustaxlash. Bu bosqich nomi bilan aytib turibdiki, pullar bitta agregatdan boshqasiga o'tishi uchun imkon qadar turli operatsiyalar bir-birini ustiga ko'proq taxlanishi zarur. Pul keluvchi yo'l qanchalik chalg'itilgan bo'lsa, shuncha yaxshi. Eng ma'qul variantlardan bittasi san'atga bog'liq buyumlarni sotish va sotib olish. Faraz qiling, baribir revizorlar o'sha jonga tekkan savol bilan sizni yo'qlab kelishadi. Qayerdan shuncha pul? Siz bo'lsangiz xotirjamgina tushuntirasiz. Bir kuni tavakkal qilib ultra zamonaviy avangard rassomini kartinasini sotib olganingizni, u bo'lsa keyinroq trenddagi ijodkorga aylanganini va shunga yarasha narxlar ham oshganini aytasiz. $1000 olib millionga sotasiz. Ana shunaqa qilib zamonaviy san'atga bo'lgan muhabbat sizga $1,000,000 olib keladi. Aytgancha siyoh dog'larini yaxshi ko'radigan noma'lum millionerlarga soxta sotuv jarayoni pul yuvishining 3-bosqichidir. Integratsiya. Pul yuvishni zamonaviy usullari Bitcoin va NFT, naqd pul solingan sport sumkalarini ko'tarib yurish o'tgan asrda qolib ketgan deydiganlar qalban birgamiz. Agar 1-2 marta bosish bilan sotib olish va sotish mumkin bo'lgan pikselli Foxmox bo'lsa-yu, shaxsan o'zingiz qayergadir borishingizni nima keragi bor? Lekin KEC va AML tekshiruvlarini chetlab o'tib 100 millionlab kriptovalyutalardagi dollarlarni yuvish kerak bo'lsa-chi, hozir MDH davlatlaridagi bizani qadrli korrupsionerlarimiz bemalol foydalanayotgan eng oddiy usul. Dubay, Indoneziya, Tailand, Turkiya va boshqa orollarda USDT kriptodollarlarga ko'chmas mulk sotib olish. Sxema juda oddiy. Bitcoiningizda ma'lum summa mablag' bor. Bizani zamonda mikserlar va kripto birjada AML tekshiruvidan o'tishga tayyor bo'lmagan iflos tangalarni yuvish bilan shug'ullanuvchi idoralar juda ham ko'p. Yigitlar ma'lum foiz evaziga, masalan, 1 million rublga 2%. Ayni shu usul bilan sizga toza Bitcoin yetkazib berishadi. Bu pullaringizni kripto birjada tikayotganda bloklanish ehtimolini yo'qqa chiqaradi.
Kripto korxonada allaqachon sinalgan do'konlar orasidan tanlashingiz, phishingga tushib qolmaslik uchun har doim havolani tahlil qilishingiz kerak. Sehrli tayoqchani bir silkitasiz va toza bitcoinlar qo'lingizda. Keyinroq jinoyatchilar bitcoinini USDT ga almashtiradi va qatlavan holatdagi kvartiralarni bo'lib to'lashga sotib olishadi. Banksiz, tekshiruvlarsiz obyekt foydalanishga topshiriladi, summasi bo'lsa 30 dan 100% gacha oshadi. Bo'lib to'lash kosmik darajadagi nollar ko'p bo'lgan, ko'zni qamashtiradigan summalarni silliqlashga kerak. Qurilish tugagach obyekt yo ijaraga beriladi yo sotiladi. Bu jarayonni ko'p marotaba takrorlaysiz va voila! Ana endi siz narkokartellar rahbari emas, ko'chmas mulk sohasidagi investor tadbirkorsiz. Ushbu sxema Dubayda va Turkiyada ayniqsa dolzarb, chunki u joyda ko'chmas mulkni o'z nomingizga xarid qila olasiz. Tailand, Balidek ekzotik mamlakatlar uchun ham bu sxema ishlaydi, lekin nyuanslar bor. U yerda ko'chmas mulkni o'zingiz sotib ola olmaysiz. Jinoyatchilar bitimini rasmiylashtirishga yo drop yo firmani jalb qilishadi. Bu esa 400% ga yetadi. Bu qurilish biznes uchun juda ham zo'r. Men tavsiya qilmaydigan yakuniy noqonuniy sxemalar quyidagicha: Rossiyadagi naqd yoki kripto, Tailanddagi naqd pul, kompaniyaning registratsiyasi, yerni xarid ijarasi, ko'chmas mulk obyektini qurish. Yana ham nozikroq sxemalari ham bor. Ular IT sohasida yashiringan, kamdan kam odam biladi, lekin Yevropa va AQShda mahsulotni rejalashtirilgan muddatda chiqara oladigan dasturlash studiyasini o'zi katta gap. Bunaqa studiyalarning narxi 1 milliondan 30 million dollargacha va bu mahsulotsiz narx. Agar 0 gacha ishlaydigan mahsulot bo'lsa, summa oshadi. Agar mahsulot foyda keltirayotgan bo'lsa, summa bir necha baravarga oshadi. Sxemasi mana bunaqa. Sizda naqd pul bor, studiyaga sog'lom, ishtiyoqqa to'la yaxshi pul topishni xohlaydigan rus dasturchilarini yig'asiz. Ularga tajribali marketolog, menejer yollaysiz. Har qanday mahsulotni yaratasiz. Bu joyda hamma narsa tasavvuringiz va zamonaviy bozorni baholay olish qobiliyatingizga bog'liq. Mahsulot tayyor bo'lgach, metrikalarni olasiz, unit iqtisodiyotini hisoblaysiz. Kiritilgan har bir rublga mahsulot qancha pul keltiradi. Tadqiqot natijasiga qarab narx qo'yasiz. Studiyadan sotib olasiz. Dasturchilarni oyiga 100 mingdan 500 ming dollargacha tikib, studiyani sotgandan keyin 5 dan 50 million dollargacha topasiz. Hindularga sotsangiz ham bo'ladi. O'zingizni dunyoga soliq to'laydigan insofli biznes bilan qilib ko'rsatasiz. Men sizga qonunni buzishni tavsiya qilmayman. YouTube ham buni xushlamaydi. Bunaqa ishlar bilan shug'ullanmang. Manbalarga qaraganda, kostyum va niqob kiygan kartel egalari pullarini bank orqali yuvadi. Har bitta bankda balansdan tashqari qora pullar bilan kelgan pullar bo'ladi. Bank ularni klientga naqd qilib bergan, endi o'zi uchun yuvib, foydani yozib qo'yadi. Lekin jinoyatchilar bu sxemani qanaqa qilib amalga oshirganini opisiyaniyadagi silkada qoldirgan Telegram kanalimda aytib beraman. Endi eng qizig'iga o'tamiz. Gidra. Dark monopolisti Gidra qancha daromad qilgani, oxirida bu hisobsiz boyliklar qaytga g'oyib bo'lgani hammaga qiziq. Albatta, tarmoqda ko'plab shunaqa sarlavhalarni ko'rgan bo'lishingiz mumkin, lekin ularni hammasi maksimal darajada auditoriyani o'ziga qaratish uchun qilingan. Lekin hozirgacha ishonchli ma'lumotni hech kim bergani yo'q. Qo'limda muhim insiderlik ma'lumotlari turgani sabab bu vaziyatni tuzatmoqchiman. Butun faoliyati davomida bu uch boshli ajdarho taxminan 30-35 milliard rubl pul ishlab topdi va bu faqatgina komissiya, jarima va asosiy sahifaga joylab berish uchun olingan to'lovlar. Lekin bunaqa katta summani ular qanaqa qilib yuvishga erishdi deb so'rashingiz aniq. Moliyaviy yuvishlar uchun asosiy kosheloklar bu Grantex, Blender.io, Blender Wallet, Rakahatto.io. Eslataman, Blender.io Gidra bilan bitta vaqtda yo'q bo'ldi. Bu ikkita loyiha o'z vaqtidagi shubhalarni yo'qqa chiqaradi. Yana bir narsani aytib qo'yay, Blender Gidrani loyihasi bo'lgan. Harom pullarni yuvadigan xavfsiz mikserni xohlab olsammi, o'zingnikini yarat. Bu yerda hammasi oddiy.
Bunaqa yirik loyihalardan tashqari, kichkina almashtirish shoxobchalari tarmog'ini ham jalb qilingan. Mikser bilan birgalikda izlarni yuvish uchun. Haftadan klub egalaridan biri shuncha pul bilan to'satdan uyg'onib, hayotini yengitdan boshlashga qaror qilsa, endi qonuniy biznes ochishni iloji yo'qdek tuyuladi. Lekin xavfsiz va qo'rquvni yo'qligi iflos pullarni yanada kattaroq summaga aylantirish ishtiyoqini o'z ishini bajaradi. Halol bizneslardan bittasi Yevropada kursor ishlab chiqarish edi. Keyinchalik Rossiyaga eksport qilinadigan, ishlab chiqariladigan narsa, bilasizmi bu nima? Albatta, Gidraning sevimli mahsuloti Alfa PVP. Bu haqida men oldingi videolarimda bittasi aytib o'tgandim. Qolgan pullar bu infratuzilmani yaxshilashga, katta konlardan birini qimmatbaho yaxtasiga yoki dabdabali yorqin hayotga ketardi. Lekin 2021-yilning aprel oyida bunday oxiri yo'q dabdabalarga chek qo'yildi. Germaniya maxsus xizmatlari serverini musodara qilgani haqida xabar berildi. Tomosha tugadi. Parda, lekin bitta savol javobsiz qoldi. 2021-yil 7-fevralda Dubayda o'lik holda topilgan Grantex kripto birjasining egasi rossiyalik tadbirkor Stanislav Drugelov nimalarni bilgan edi? Rasman o'lim sababi Stanislav Drugelovni yo'l o'tkazgich ko'prikdan yiqilib tushgan deb aytildi. Ammo biznesmen o'limiga sabab bo'lgan voqea hali ham organ xodimlari tomonidan o'rganilyapti. Stanislav Drugelovning shaxsiy buyumlari, elektron texnikalari qayerdaligi hali ham noma'lum. Uch boshli marketplace'ni yopilishi Rossiyani taniqli Swax kripto almashtiriviga ta'sir qildi. 2021-yil sentyabr oyida AQSh moliya vaziri tarixda birinchi marta vatani Rossiya bo'lgan kriptovalyuta almashtiruvchilariga qarshi sanksiyalar kiritdi. AQSh hokimiyati fikricha, Swax jamoasi AQSh sanksiyasiga kiritgan Gidra marketplace'ini harom pullarini yuvishda jonbozlik ko'rsatgan. 3 yil ichida platforma orqali $481 million o'tkazishgan. Platformadagi tranzaksiyalar 40% ko'pi jinoiy faoliyat bilan bog'liq deb qo'shimcha qilingan. Endi siz Gidradagi bolalar pullarni qanaqa qilib yuvganini, buni oxiri nimalar bilan tugaganini bilasiz. Inson xatoga yo'l qo'yadi, lekin vaqt o'tishi bilan bu xatolar boshqa insonlar uchun tajriba maktabiga aylanadi. Pul yuvish bilan shug'ullanarkan siz klientingizni pullari uchun o'z joningiz va molingiz bilan javob berishingizni tushunishingiz kerak. Bu sizni qo'rqitmaydimi? Baribir ham o'zingizni bu sohada sinab ko'rishga qaror qildingizmi? Tavsiya bermayman. Unda sizga maslahatim, yana bir marta o'ylab ko'ring. Albatta hammamizga megadan pullarni qanaqa qilib yuvilishi qiziq. Va mana loyiham kirxonani hamma sirlarini sizga ochib tashlaydigan kun keldi. Hamma narsa oddiy. Avvalo, harom bitcoinlarni shotingizga kelib tushadi. Shundan keyin siz ularni hazillashyapman. Fayl almashtiruvchida qanaqa harom bitcoinlar bo'lishi mumkin? Tomosha qilganingiz uchun katta rahmat, qadrdonlarim.